Assalomu alaykum Chorva media obunachilari. Marg'ilon Kaminat Chorva bozoridagi sigir narxlari bilan yoritib boramiz bugun. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, podpiska bosib, komment yozib turasizlar. Sigirlar narxlarini tanishtirishdan boshladik. Mana 5 oylik bo'g'oz ekan. 3-sini tug'argan, 2 ta tuqqan ekan. Ekranga ham sig'mayapti, nihoyatda katta ekan. Bo'ylari 1.45 atrofida taxminan. Balki pastroqdir undan, balki balandroqdir. Suti nechta ekan buni akalar? Suti? Indamay 8-10 ta beradi. Turishga beradi. 15 dan terasida ular suti. Bu galeshdimi? Qanaqa bu? Qora rossiyskilar. Qora rossiyskilar. Yonidagichi qanaqa mana uni qizil? Sementalmi bu? Sementalmi mana. Bu bundancha balandroq ekan. Nihoyatda katta ekan. Telefonda qanaqa ko'rinyapti? Kameraga ham sig'mayapti. Jonivor ekan. Buni suti nechta ekan? Ha, savdo qilishyaptimi? Sotildi bu Xritoriya. Sotilibdi bu. Qorasimi? Ola. Qizil. Xritoriyaning uni sotilibdi. Bularga telefon nomeri berishmasa sotilib ketar ekan uni. Uni zo'r ekan bu. Kombinat bozorda turibdi ekan. Jonivorlar. Mesni sigirlar. Bo'ylari 120 atrofida. Nechta suti bor aka buni? 10 litr sutga beradi. 10 litr sutga berilar ekan. Bolasi bir haftalik qo'ygan? Ha, bolasi erkak. Novvasi ekan. Bu nimaga qo'yilgan? Bolasi. Shved. Shved chiroyli ekan. Nechinchi tug'ishi? 3-chi bolasi aka 10 litr sutga sinashga beradi. 3-chi bolasi ekan 10 litr sutga sinashga berishalar ekan. Telefon nomer qo'yib beraymi? 99 914 83 30. Bozoringiz bersin. Buni aytmay qolgan ekanmiz mana. 35 million so'm narx aytayotganlar 25 ga berilmayapti. 30 pastida bitadimi? 30 millionni pastida bitar ekan inshaalloh. Dastlab ham qilib beramizmi aka, ehtiyot? Vodiy bo'ylab beraveramiz. Vodiy bo'ylab qilib berilar ekan. Qiziqqanlar mana aloqaga chiqinglar. Mana bo'lachasiz. Bozoringiz bersin aka. O'z hozirgina sherigi ekan, egasi bitta mana shu. Suti nechta buni? Mollar ham 15 ta suti bor ekan. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchisi ekan. Novvosami? Bolasi xonasi. Bir hafta 10 kunda atrofida. 10 kunlik. Nech pul deyapsiz? 30 million kam. Bozor nechga qoldi? 27 million. Telefon nomeri hozirgi kundan oldin aytganimiz bilan bitta ekan. Bozoringiz bersin. O'zimizning mesnida yana bitta. Erinlar bor ekan. Yaqin bo'g'oz ekan bu. Tug'ishga yaqinlashib qolibdi. Nechinchi tug'ish aka? 4-chi. Hozir tug'sa 4. Suti nechta buni? 13 ta 14 ta sut berar ekan, maşallah. Zo'r ekan bu. 125 atrofida ekan bo'ylari. Undan balandroq chiqishi ham mumkin. Nechta narx aytyapsiz? 35 million. 35 million. Bozorchi? 30. Ozgina qo'shilsa yuradimi aka? 31 larga. Qo'shilsa sotamiz. Telefon nomerni aytib beraylik. 77 400 0313. Bozoringiz bersin. Siya chorniy piyostrada degan ekan mana. Nomini ham aytishcha qiyinroq ekan abi. Bo'ylari 1.30 da yonaveradi. 1.30 dan baland bo'lishi ham mumkin. Bo'g'ozmi? 3 oylik bo'g'oz ekan. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchisi bola. Qonida ikkinchisi ekan. Sutlari 7 ta 8 ta atrofida ekan.
Hozir tuqqandan keyin ko'payapti bu. Ha 13'te 14'te bergan. 13'te 14'te bergan. İkincisi, birinchisi 13'te 14'te bergan. Hozir endi bo'g'ozning hisobiga kamayib boryapti. Necha pul deyapsan narxi? 45 deyapman. 45 million so'm narx aytilyapti. Bozor necha pul qildi? 37 qilyapti. 37 ga beriladi. 40 da pastida bitadimi? Sotamiz. 40 da pastida bitadi. Sotamiz. Telefon nomerni aytsak aka. 90'li 90 084 084 215. 215. Bozoringiz bersan aka. To'g'ri. Mana akalar, mesni bo'ladi. Sigirlarimiz. Necha oylik bo'g'oz aka bu? Tug'adi bir 20 kunga. 20 kunga qolmay tug'ilgan o'g'il. Bo'ylari 125 atrofida. Birinchisiga bo'g'oz aka. Pulini necha pul deyapsiz buni? Aka hozir rasm jazmani 26 million. 26 ga berilmadimi aka? O'zi necha pul deyapti siz? 30 kam bor deyapti. 30 kam. 26 yarim gimetlari bo'ladimi aka? Ular kelishamiz. Chicha qo'shilsa yurar ekan-da 26 ga. 26 ga chicha qo'shilsa yurar. Endi suti nechta berishi mumkin buni bilmaymiz-a buni hali. 10 ta beradi. 10 ta berib olishi mumkin. Simentaliga qo'yilganmi? Simentaliga qo'yilgan. Qiziqqanlar mana. Sal arzonrog'idan deganlarga. Telefon nomerni aytsak aka? 93 aha 155 14 90 14 97. Mana qiziqqanlarga. Bozoringiz bersin. Mesni sigirimiz 5 oydan o'tgan bo'g'oz ekan. Hozir 8 litr sut beryapti ekan. Nechinchi tug'ishda hozir? Qonidagi 3-chi. Tug'sa endi 10-15 ta berar-a? Undan ko'p beradi. 8 ta beradi. Nechta beradi tug'sa? 20 tagacha beradi. 20 tagacha berar ekan. Xudo Hozir xolasa. 8 ta 5 oylik. Yuvoshligi-chi? Yuvoshligi bor, chapon qo'yadi. Hozir o'radi bitami? Yo oyog'ini baylab olish kerak. Shunda sovrin. Nesbidan haytayapsiz? 27 kam. 27 kami bor. Bozor qildimi bozor? Nesbi qildi? 23 million 800 ming. 23 million 800 ming qilinibdi. 25 ta pastda bitadimi tog'a? 25 ta pastda bitarga 23 million 800 mingga ozgina qo'shilsa yurar ekan. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz tog'ajon. 91 91 110 110 76 74. 76 74 mana qiziqqanlarga yaxshi mol ekan. Bozoringiz bersin. Esnisi kel yana bitta. Chiroyli ekan bu. Bu qirg'iz bo'lishi ham mumkin ekan, ammo shvetga ham o'xshaydi ekan. Bo'g'oz necha oylik bo'g'oz? 2 oylik gumon. 2 oylik gumon. Aniq emas. Nechanchi tug'ishi ehtiyot? Ikkinchisi. Ha, bitta tuqqan. Ha, bitta tuqqan. Suti nechta? 6 litr suti. Hozir 6 litr suti bor. Tuqqandan keyin bir 10 ta beradimi? 10 ta beraveradi. Yuvoshligi-chi aka? Yosh. Nesbidan xata? 18 million narx. Bozor nesbi qildi? 16 ga berilmabdi akalar. Mana qiziqqanlar arzonroq variantdan suti ham 10 ta. Olib kelsa yaxshi bo'ladi uyga. Telefon nomer aytib olaylik. 90 li 406 27 80 87. Qiziqqanlarga. Bozoringiz bersa aka. Mesni xonajim mana. 2 oylik bo'g'oz bo'lishi ham mumkin ekan, gumon ekan. O'zi tuqqanmi bu? Bitta tuqqan. Bitta tuqqan ekan. 2 kurak. Suti nechta ekan mana endi? Ustidan chiqib qo'ygan. Ha, sutdan chiqib qolgan ekan, 3 ta 4 ta sut berishi mumkin ekan. Tuqqandan keyin baribir 6 ta 7 ta bo'lishi ham mumkin. Berasiz. Nesbidan aytayapsiz? 15 million deyapmiz. 15 million so'm narx aytilyapti ekan. Bozor nesbi qildi? Kami bor. 13,5 qildi bozor. 13,5 ga berilmadi. 13,5 ga ozgina qo'shilsa beraverlar ekan. 14 million sotib olaveramiz. 14 ga bo'lsa sotib yuborlar ekan. Telefon nomerni aytib bering aka. Telefon nomeri 99 99 837 837 24 21. 24 20 mana arzonroq variantda so'raganlar, qiziqqanlarga. Yosh, yev ichiga javob. Yuvoshligigachi? Ha, yuvoshligi ham javob. Bir Yuvoshligi hafta ham sinab olaveradi. Bir hafta sinab olaveradi. Bozoringizni bersan aka. Videoga sig'mayapti ekranga mana. Greenford sigir ekan. Jonivori bo'ylari taxminan
Buru 50 bo'lsa kerak aka. Buru 60 chiqishi ham mumkin ekan. Bu ozmi aka bu? Qisir ekan. Nechta tuqqan bu? Tuqqan 4 kurak. Bitta tuqqan 4 kurak ekan. Suti nechta ekan buni endi? Sutdan chiqqan. O'zi nechta bergan ekan bilmaymiz-a? 15 ta 20 ta. Nech bu narx aytayapsiz? 30 kami bor deyapti. 30 kami bor deyapti ekan. Bozor. 25 yoshdan qadar. 25 ta atrofida qilinibdi. Desa qo'shilsa berib yuboradimi aka? Desa qo'shilsa berib yuborlar ekan. Telefon nomeri aytib bering. 93 456 456 38 38 39. Bozoringiz bersin aka. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Bu bilan videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib, podpiska bosib, kommentariy qoldirib qo'yamiz.